Akamga ham bo'lsin, ukamga ham bo'lsin deganlar uchun zo'n narsani topib edim. Ya'ni bu oqibatli aka-ukalarga bo'ladi. Boshqalar ko'rmay qo'yaversin do'stlar. Eng qizig'i ushbu xonadonimiz общий 220 kvadrat ekan. Bu xonadonimizga keladigan bo'lsak 110, nariginisi ham 110 bo'ladi. Eng qizig'i burchatga hamma yog'i uyni planigacha bir xil bo'ldi. Eng zo'r tomoni do'stlar 3 qavatli shumkali naves qildirishgan. 20 kunda akalarimiz shotga holatda qilib berishgan, lazer fason ekan. Senalari qalin, kraskalargacha garantiya berishadi. Yozda issig'idan, qishda sovuqdan saqlaydigan bo'ladi. 1 kvadrat metr xuddi shunaqa qildiraman desalang do'stlar 400 ming so'm ekan, eng arzoniga keladigan bo'lsa 300 ming so'mdan boshlanar ekan. Yo, meni pulim ko'p, ukamga ham, o'zimga ham bundan ham zo'rini qilib beringlar desalang, eng arzoni 450 ming so'mdan boshlab turib 700 ming so'mgacha bo'lar ekan. Bu narxlarda ichida O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka, servis, o'lchaq xizmati mutlaqo bepul. Sizdan talab qilinadigan narsa yeb ichish yotog'ini qilib bersalar bo'ldi. Pastda usta akalarimiz nomerlarini qoldirdik.